Esimdan chiqdi. Bolgarskilarimiz ham mana o'zi bo'yi kichkina bo'lishiga qaramay, o'zini yukini ko'tara olmay turibdi bu ham. Bitta anonda, shoxda shuncha bolg'or qalampiri. Qo'ldan kelguncha mana shunga bir piyoladan o'g'it solingan biogomusimiz. Sizlarga ham tavsiya qilib qolamiz. Hammalaringga shu rusumda olib borsalaring ijobiy natijalarga erishasizlar degan niyatdaman. Biogomusimizni kuchi va anosi darajasi shu darajaga ko'tarilganki, o'zi mahsulotlardan ham bilib olsalaring bo'ladi. Bu hech kimdan yoki birovdan o'g'irlab yoki birovga anaqa qilish emas. Bu o'zimiz Alloh yog'ida, Alloh ko'rib turibdi hammasini. O'zimiz mehnatimiz darajasini ko'rsatyapmiz. Mana ko'rib qiziqqanlar bo'lsa savol javoblaringga tayyormiz. jamshid.dilshod.uz kanaliga obuna bo'lib qolishlaringni so'rab qolamiz. Biogomusimizga iloji boricha qiziqtirgan savollaringga hammalaringga javob berishga harakat qilamiz. Hammalaringga rahmat, omadlaringni bersin. Kimda qanday savol bo'lsa yana bir bor kutib qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.